Mahsulotimiz siri nimaligini bilasizlarmi? Sirli burger, sirli hot dog, sirli har xil mahsulotlarni eshitgansizlar. Lekin sirli barbekyu sosiskalarni eshitganmisizlar? Bular bizani sirli barbekyu sosiskalarimiz bo'ladi. Mol go'shtdan bo'ladi, ichida sirlar bo'ladi. Mazza qilib yeydigan bo'ladi. Yosh bolalarga ham, ayollarga ham zo'r ketadigan sosiskalarimiz shu bo'ladi. Sosiskamizni upakovkasidan ochib, mana bunaqa asobiy mangal setkalarimizga terib olamiz. Tayyor bo'ldi. Shuni qaranglar buni zo'rligini. Bularni endi qo'riga joylab olamiz. Sosiskalarimizda shishkalar ko'p shotdan ko'ringlar. Maza qilib joy. Sosiskalarimiz tayyor bo'ldi-yu. Ko'ringlar bularni, ha. Ay, ko'ringlar turishini, sirlarini ko'ringlar bularni. Salligini chiqib turishini. Ha, ko'ringlar turishini mana. Yaxshi. Maza. O'kaylar. Bunaqa sosiskani uncha joydan topa olmaysizlar, ichida sirlari bilan. Kelib, pishirtirib, shu yerda zigirlamayni bemalol yeb ketsanglar bo'ladi, tanovul qilib, yaqinlar bilan. Yo'masam, olib ketib uyda pishirsanglar ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa shunday pishirib, shunday olib ketasiz yoki dastavka qilib yuboramiz. Hammanglarni zigirlamayni asosiy kutib qolamiz. Like, podpiska esdan chiqmasin.